بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الثالث، الدرس العاشر. 10. ders. Arkadaşlar, bugünkü dersimizdeki öğrenmekçi olan mühim nokta mubtada haber. El-mubtada vel-haber. Yani Arap tilideki iga ve haber. Endi iga haber desa, bu Uyg'ur tilideki iga haber deb kalimiz kelib qolamiz. Uyg'ur tilida mayli fe'llik jumla bo'lsin, ismlik jumla bo'lsin, iga haber deyilaveradi. Ama Arap tilida fe'llik jumladagi fe'lning igisini fa'il deydi, xabarini fe'l deydi shundaymi? Ama ismlik jumlada undan keyin mubtada xabar deydi. Endi mubtada xabarning o'zining ma'nosiga kelsak, lug'at ma'nosiga kelsak, mubtada degan gap ism maf'ul, ism zamon, ism makan. Gap boshlanadigan ya degan gap. Xabar deganimiz shu Uyg'ur tilida o'qigan xabar. Endi buni qanday tushunamiz desa, mubtada xabar degandiki, mubtada degan gap biz şu to'g'risida so'zlayotgan jumladagi bo'lak. Xabar deganimiz jumladagi mazmun shuning bilan oxirlashadigan bo'lak. Masalan, bir misol olaylik biz. Al-qamaru jamilun. Osmondagi oy chiroyli desak, biz mush jumlada nima to'g'risida gapiryapmiz? Oy. Shundaymi? Unda o'sha mubtada qaysi ekan? Oy ekan. Biz doğruluk so'zlayotgan bo'lak qaysi ekan? Oy. Biz oy to'g'riliq so'zlayapmiz shundaymi? Undan keyin bizning mushu jumlamiz eng oxirida nima bilan oxirlashib, nima bilan ma'nosi to'liq oxirlashdi? Jamil degan gap bilan oxirlashdi. Shundaymi? Yana bir misol. Muhammad talibun mujtahid. Muhammad bir tirishchan o'quvchi. Biz kim to'g'riliq gapiryapmiz? Muhammad to'g'riliq. Gapimizning oxirisi nima bilan oxirlashdi? Tirishchan o'quvchi degan gap bilan oxirlashdi, shundaymi? Gap boshlangan bo'lak, ya'ni biz u to'g'riliq so'zlayotgan bo'lak Muhammad ashu mubtada gapning oxirqisi bo'lgan, ya'ni gap oxirlashgan. Biz eng oxirida nima to'xtadik? Tirishchan bir o'quvchi deb to'xtadik, shundaymi? Biz uning nima ekanligini dedik, boshqalarga o'quvchi ekanligini dedik. Demak, shu o'quvchi degan bo'lak nima bo'ladi? Xabar bo'lak bo'ladi. Endi sonda bo'lsin, mubtada xabar har qanday omildan xoli. Masalan, beshiga ya pash qiladigan, ya zavar qiladigan, zir qiladigan omillar kirmaydi. Ammo o'zining mubtada bo'lganligi, xabar bo'lganligi tufaylidan nima qiladi? Pash qiladi. Shuningga buning omili nima desa, ma'naviy deymiz. Ya'ni ma'ni jihatdan mubtada bo'lganligi bilan pash qilganligi buning omili nima ekanligi, ma'naviy ekanlik masalasi. Endi biz mishagandagi mubtada xabarini tushundik, shundaymi? Endi mubtada va xabarga munosabatlik masalalarni ayrim-ayrim tushunamiz. Al mubtada to'g'riq keladi. Endi mubtada arab tilida ikki xil bo'lib keladi. Birisi oshkor odatdagi ismlar mubtada bo'lib keladi. Bu biz jiqurabga tuqib buning misolini. Masalan, biz bayatdan olgan al-qamaru jamilni mubtada qaysi? Al-qamar. Oshkor ismda u. Shunaqa Muhammad talibun degan vaqtda mubtada qaysi? Muhammad. Mubtada ismda shundaymi? Ularning hammasi nima? Oshkor ism mubtada bo'lgan jumla deyildi. Ikkinchisi masdar muavval. Masdar muavval degani nima? Desa biz arab tilidagi masdar harfi bor. Ma, an, anna shundaymi? Mushular orqali fe'l yoki boshqa jumlalar nimaga aylansa, masdarga aylansa, shu masdar nim bo'la oladi, mubtada bo'la oladi. Masalan, biz oldingi bir darsda esimda qolishcha bir oyatni misol olgan. Antasumu khayrun lakum. Mushurundagi, mushu oyatdagi mubtada qaysi? Antasumu mubtada. Xabar qaysi? Khayrun lakum. Mubtada ism bo'lmay qolibdi-ya desa, ism. Qanday ism? Masdar muavval. Ya'ni o'zi fe'lning oldiga an degan harfi masdar kelish orqali fe'lni nimaga o'zgartgan? Ismga o'zgartib, muavval ism, ya'ni ma'ni jihatda ism bo'ldi. Bu mubtada bo'ladi. Mushurunda ismlilik bo'lsin. Antasumu mubtada. Khayrun nimasi? Xabari. Qayta takrorlayli. Mubtadaning birinchi ahvoli mubtada oshkora ism yoki qanday ism bo'ladi? Masdar muavval bo'lgan ma'ni jihatdagi ism bo'ladi. Bu bir. İkinci mubtadaga munosabatlik ahvol mubtadaning ma'rifa va nakira bo'lish masalasida bizga ma'lumlik mubtada aslida bo'lish kerak, ma'rifa bo'lish kerak. Masalan, biz ko'rgan jiq misollarda Muhammadur Rasululloh Muhammad mubtada ma'rifa shundaymi?
ana mudarris, men o'qituvchi desak, men nima? Mubtada. Ana mubtada, bu nima? Ma'rifa. Haza masjid desak, mubtada qaysi? Hada. Bu nima? Ma'rifa. Demak, mubtada nima bo'lish kerak ekan? Ma'rif bo'lish kerak ekan. Mubtada cho'qim ma'rif bo'ladi ekan. Unda bo'lsa nekira mubtada bo'lanmamdi desa, bo'ladi. Nekira mubtada bo'lalaydi ikki o'rinda. Nekira mubtada bo'lalaydi ikki o'rinda. Birinchisi, shu o'rinning birinchisi. Xabar shibhi jumla bo'lib, mubtadaning oldida kelgan vaqtida. Xabar shibhi jumla bo'lib, mubtadaning oldida kelgan vaqtida mubtada nekira bo'lsa bo'ladi. Unda shibhi jumla degan nima? Shibhi jumla deganimiz zarf. Masalan, fil fasli, fil dar, fil suq deganlar hammasi nima? Zarf shundami? Bular yoki jar majrur. Harfi jar vaqo, harfi jar bilan birga kelgan har qanday narsa shibhi jumla bo'ladi. Endi qismda bo'lsa shibhi jumla deganimiz zarf yoki jar majrur. Jar majrur ya'ni shu 19 harfi jar vaqo, 19 harfi jar bilan birga kelganning hammasi nima? Shibhi jumla. Xabar shibhi jumla bo'lib, mubtadaning oldida kelsa, mubtada nim bo'z bo'ladi, nekira bo'z bo'ladi. Birinchi yo'l. Masalan, buning misoli fil fasli talibun. Sinfda bir o'quvchi bor. Mush jumlada igisi qaysi? Talibun. Xabar qaysi? Fil fasli. Ajaba talibun nekira bo'lib mubtada bo'lib qopti desa, biz bayatdan degandek xabar nim bo'ldi? Shibhi jumla bo'ldi. Mubtadaning narsi keldi, oldida keldi. Shunlashqa bu yerdagi nekira ismi nim bo'ladi? Mubtada bo'ladi. Bu birinchi yo'l. Ikkinchi yo'l mubtada so'roq qismlari bo'lib qolsa, nekira mubtada bo'ladi. So'roq qismlarining o'zi nekira emasmi? Masalan, men deymiz. Men deymiz. Ma deymiz, kim deymiz. Mushlarning hammasi o'zi nekira bo'lsa-mu, nim bo'ladi? Mubtada bo'ladi. Masalan, mabik nima degan gap? Sangnim bo'ldi. Mabik shundaymi? Sangnim bo'ldi. Mendagi ma mubtada, bik xabar. Ma garchi nekira bo'lsa-mu, ammo nim bo'lg'achqa so'roq vositalari, so'roq qismlari bo'lg'achqa bo'laveradi. Men marid. Kim kasal? Mubtada qaysi? Men. Xabar qaysi? Marid. Men nim bo'lib mubtada bo'lib qoldi, nekira bo'lsa-mu desa, so'roq qism bo'lg'achqa mubtada bo'laveradi. Kam taliban fil fasl, sinfda qancha o'quvchi bor? O'sha o'rinda kam nima mubtada bo'ladi? Nekira bo'lsa-mu, nimishqa so'roq ism bo'lgan vaqtda nima mubtada bo'laveradi. Aniq asli bo'laydi. Mubtada ma'rif bo'lish kerak asli. Ammo to'yandagi ikki xil holatda nekira mubtada bo'laydi. Birinchisi, xabar shibhi jumla bo'lib, mubtadaning oldida kelsa. Ikkinchisi, mubtada so'roq ismlar bo'lib qolsa, nekira bo'lsa-mu, nima bo'laveradi? Mubtada bo'laveradi. Tushunish qildigu deyman. Bu tushunish qildigu. Hamda mubtada xabarining jumladagi tartibi masalasiga kelsak, mubtada xabarininki tartibi masalasiga kelsak, mubtada burun kelishi asli. Cho'qim mubtada bo'lgandan keyin gap boshlangan o'rin olgandan keyin nima kelish kerak? Burun kelish kerak. Mubtada bo'lgan ekan, cho'qim jumlada nima kelish kerak? Burun kelish kerak. Ammo tuvandagidagi ikki xil ahvolda mubtada burun kelishi vojib bo'ladigan, xabarning burun kelishi vojib bo'ladigan ahvol vaziyat shakllanadi. Birinchisi, mubtada so'roq qismlari bo'lib qolgan vaqtda cho'qim mubtada keskin ilgari kelishi vojib. Ikkinchisi, xabar so'roq qismi bo'lib qolgan vaqtda xabarning keskin ilgari kelishi vojib. Mush ikki xil o'rindan boshqa o'rinda ina qismda bo'lib qolsin. Mubtadaning ilgari kelishi asli favqul odda xabarining keyinga kelib qolsa, nima yo'q, chatoq yo'q. Ikki xil o'rinda mubtada so'roq qismi bo'lib qolgan vaqtda mubtada keskin ilgari kelish kerak. Xabar so'roq qismi bo'lib qolgan vaqtda xabar keskin ilgari kelish kerak jumlada. Ammo mush ikki yerdan boshqa yerda mubtadaning ilgari kelishi asli kim qismi ma'lum sabablar tufaylidan jumlaga tazyidan yaqinda yetmaydi. Ammo ma ikki xil ahvol ostida qoidaga bo'ysunishimiz bo'lmaydi. Masalan, mubtada so'roq qilib qolgan vaqtda keyingi kasb qat'iy bo'lmaydi. Xabar so'roq qilib qolgan vaqtda xabar keyingi kasb qat'iy bo'lmaydi. Tushunish bo'ldi-ku deyman. Endi
Dördüncü ahval mubzağ münasebetlik. Mubzağını taşlaş meselesi gelsek, eğer cümlede mubzağını taşlasak mı, cümle to'liq tushunilsa, boshqalar cümleni tushunilsa, qanday qilsak bo'ldi, tashlasak bo'ldi. Masalan, birisi masmuka desa, nima deymiz? Muhammad deymiz-ku. Isming nima desa, Muhammad deymiz-ku. Men nima tushib ketdi? Ismi Muhammad degan mubzo tushib ketdi-ku. Mana bunday yerda. Chunki Muhammad desak, savol so'g'an yaqin bo'lganiga shundaymi? Darhol tushunilgan gap. Masalan, ma huwa alladhi akalt? Yegan narsang nima? Yeyotganing nima desa, tuffah deb qo'ysak bo'ladi. Olma, shundaymi? Asli nima? Alladhi akaltuhu tuffah. Men yeyotgan narsa, yegan narsa nima? Olma. Mubzani tashlab etib bizga bo'ladi. Tushunildi emasmi? Endi yuqoridagi mazmunlar hammasi nimaga munosabatlik mazmunlar, mubzoga munosabatlik mazmunlar. Endi xabarga munosabatlik mazmunga kelsak, xabarga munosabatlik mazmunga kelsak, arab tilida xabar 3 turlik bo'ladi. Birisi mufrad xabar. Ikkinchisi jumla xabar, uchinchisi shibhi jumla xabar. Mufrad xabar deganimiz shu Muhammad talibunning talibun mufrad xabar. Yolg'iz xabar-ku. Jumla xabar deganimiz mubzodan keyin pil kelib qolgan yoki jumla ismi kelib qolgan xabarlar nima bo'ladi? Jumla xabar. Masalan, mudir masmuhu. Mudirning ismi nima? Deganda mudir deb qo'ygandan keyin masmuhu shundami? Ma'u mudir mubtada, masmuhu keyindagi butun jumla nima bo'ldi? Xabar. Vallohu xalaqakum. Allah sizlarni yaratdisa, Alloh mubtada, xalaqakum nimasi? Xabari. Butun jumla xabar. Mahallan deymiz shunday marfu deymiz jumlaga garchi jumlaga mabni bo'lgandan keyin i'robiga ta'sir ko'rsatmasa ham, ammo mahallan jumladagi o'rni nima? Marfu deymiz. Jumla xabar bo'la oladi. Ana shibih jumla degan nima degan gap? Bayatin deganimizdek zarf. Masalan, fil suq, fil bayt, fil fasli degandek shundaymi? Fil madrasa degandek zarf yoki jar majrurlar. Hammasi shibih jumla. Masalan, hazal kitob lak. Bu kitob sening. Lak desak shundaymi? Lakani sen uchun desak, mush lakani bo'ladi shibih jumla xabar. Shundaqo? Haza li bu meningki desak, li degan gap shibih jumla bo'ladi. Muhammad fil fasl degan xabar nima bo'ldi? Shibih jumla bo'ladi. Demak, xabar nechaga bo'linadi ekan? 3 ga bo'linadi ekan. Mufrad xabar, jumla xabar, undan keyin nima? Shibih jumla xabar. Am 6-chi mazmun mubtada xabarning o'zaro masalash masalasiga kelsak, xabar mubtadaga tuvandagi 5 jihatda maslashadi. Birisi birlik, ikkilik, ko'plik, erlik, ayollik jihatlarda maslashadi. Mubtada birlik bo'lsa, xabar ham birlik keladi. Mubtada ikkilik bo'lsa, xabar ham ikkilik keladi. Mubtada ko'plik bo'lsa, xabar ham ko'plik keladi. Mubtada erlik bo'lsa, xabar ham erlik, mubtada ayollik bo'lsa, xabar ham nima keladi? Ayollik keladi. Mana bu mubtada xabarga munosabatlik bugungi darsimizdagi umum mazmunlar. U mazmunlar tushunishlik bo'lgan bo'lsa, endi shu bayatni so'zlagan mazmunlarni sira tamarindagi mubtada xabarga munosabatlik bir ishga varoq o'rinlarni topa olasizlar. Tushunmagan taraf bo'lsa qoldirsanglar bo'ladi. Darsni tekstni tarjima qilib tahlil qilib beray. At-tullabu qalilun. Ayna al-akharun? عمر غائب وحامد عند المدير وإسحاق في المرحاض والحسن ذهب إلى غرفة المراقب والزبير أخوه مريض وقد استأذن المدير في الذهاب إلى المستشفى. ماذا به؟ به مغص. يدخل حامد وإسحاق ولسانه في مقعديهما. يا حامد، كأنك تريد أن تقول شيئا. هل لديك سؤال؟ نعم، أنا مطلوب الآن في النادي الرياضي أفأذهب أم أحضر الدرس؟ أن تحضر الدرس خير لك. يمكنك الذهاب إلى النادي في الفسحة. يدخل الحسن وبيده علبة. ماذا في العلبة يا حسن؟ فيه طباشير. يدخل المراقب ومعه طالب جديد ويسلمان. هذا طالب جديد. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ بخير والحمد لله. ما اسمك؟ منير. ألماني أنت؟ لا، بريطاني.
أين درست اللغة العربية يا منير؟ درستها في المدرسة الإسلامية أفي بريطانيا مدارس إسلامية؟ نعم. كم مدرسة هناك؟ لا أدري بالضبط. المدارس كثيرة. دقت. o'quvchilar ozg'u, boshqalar qayerga ketdi? At-tullab qalilun aynal oxir. Mishada at-tullab degan bo'lak, mubtada bo'lak. Qalilun nima? Xabar. At-tullab ko'plik o'g'achqa, qalilun degan xabar uni qana qildi, maslashdi. At-tullab ma'rifa, ini qolat keldi, qalilun nima keldi? Nekir keldi. Bu mubtada xabarining butun qoidalariga amal qildi majmulda. Aynal oxirun, boshqalar qayerda? Majmulda iki qaysi? Al-oxirun ikisi. Ayna nimasi xabari? Xabar oldida gap qolib tursa, biz bayatdan so'zlagan qoidada xabar so'roq ismi bo'lib qolsa, nada kelish vojib, oldida kelish vojib degan shundami? Umar g'oyibun. Umar yo'q. Hamidun indal mudir. Hamid mudirning qashida. Va Ishaq fil mirhad. Ishaq suxanida. Wal Hasan zahaba ila ghurfatil muraqib. Hasan Hasan nazoratchining ishxonasiga ketdi. Endi mushu jumlani tahlil qilsak, qaranglar. Umar mubtada, g'oyib xabar. Hamidun mubtada, indal mudir xabar. Ishaq mubtada, fil mirhad xabar. Hasan mubtada, zahaba xabar. Endi tashrif baqayli. G'oyibun qanday xabar? Mufrad xabar. Indal mudir qanday xabar? Shibi jumla xabar. Yani zarf shundami? Fil mirhad qanday xabar? Umi shibi jumla zarf. Nima zarf debdimi? Jar majrur. Jar majrur shibi jumla shundami? Zahaba qanday xabar? Jumla xabar. Yuqori mush bir jumlalarda birlik xabar, ya'ni mufrad xabar, shibi jumla xabar, undan keyin shu jumla xabar. Uchinchi xabarni biz ko'rsatadi. Va Zubayr axuhu marid. Zubayr uning qarindishi kasal. Ana mush jumlada Zubayr mubtada, axuhu marid ikkisi qo'shilib xabar. Bu qanday jumla? Ismiy jumla xabar bo'lgan gap. Ana axuhu marid degan ismiy jumla ichiga kirsak, axuhu mubtada, marid nimasi xabar. Bu yerda mubtada xabar. Wa qad ista'zana al-mudira fi az-zahab ila al-mustashfa. Mudirdan doktorxonaga berish to'g'risida ruxsat so'rab ekan, lekin ruxsat so'ragan edi. Mazhabi uningga nim bo'pti. Mush mazhabiytiki tarkib nima? Maza mubtada, bihi nima? Xabar. Mubtada so'roq vasf bo'lib qolsa, so'roq ismi bo'lib qolsa, nada keladi? Oldida keladi. Bihi mag'asun. Uningda qo'saq og'riq bor degani, ya'ni u qo'saq og'rib ketdi. Shundami? Igisi qaysi? Mag'asun. Bihi xabar. Hajab igin nekir kelib qopti-ya, desa biz bayatni so'zlagan qoida, birinchi qoida qaysi? Xabar shibi jumla bo'lsa, mubtadaning oldida kelsa, mubtada nekir kelsa bo'ladi. Shundami? Bu yerdagi xabar qaysi? Bihi. Bihi degan shibi jumla o'qiydi, shundaqo. Undan keyin mag'asun degan nimaning mubtadaning oldida kelib qolganligi uchun mag'asun degan nekira nim bo'lsa bo'ladi, mubtada bo'lsa bo'ladi. Yadkhulu Hamid va Ishaq va yajlisani fi maqadihima. Hamid va Ishaq kirib, u ikkisining o'rnida o'tirdi. Ya Hamid, kanaka turidan taqul shay'an? Hamid, siz bir narsa demoqchi bo'lganda qilasizmi? Halladayka savol. Qishingizda, ya'ni sizda savol bormi? Mavrunda xabar qaysi mubtada qaysi? Sualun mubtada, ladayka nimasi? Xabari. Chunki xabar shibi jumla bo'lib, mubtadaning oldida kelsa, nekir bo'lsa-mu, nim bo'laveradi? Mubtada bo'laveradi. Shu yerda sualun degani mubtada, nekir bo'lsa-mu. Na'am. Ana matlub al-an fi an-nadi ar-riyadi. Manazir tantarbiya klubida chaqirilgan yoki chaqirilyapman. Ya'ni ana mubtada, matlubun nima? Xabar. Afa azhabu am ahdur dars? Baraymu yoki darsga qatnashaymi? An tahdura ad-darsa khayrul lak. Darsga qatnashishingiz sizga yaxshi. Mubtada qaysi? An tahdura ikkisi qo'shilib nima mubtada? Biz bayan mubtadaning turlari degan o'rinda masdar muavvalmu nim bo'lalaydi, mubtada bo'lalaydi degan shundaqo. Masdar muavval degan fildan masdarga o'zgartirgan harflar birlashib, ma'ni jihatda o'zgargan masdar shundami? An tahdura huduruka degan ma'noda. Sizningki darsga qatnashishingiz sizga yaxshidir deydi. Xayrun xabari.
يمكنك الذهاب إلى النادي في الفسحة. Siz klubga demeli şaklida basınız buludu. Yadkhulu Hasan ve biyadihi ulba. Hasan kirdi, onun qo'lida bir korobka bor. Anmishadagi biyadihi ulba degan jumlada qaysi mubtada, qaysi xabar? Ulbatun mubtada, biyadihi xabar. Hajab mubtada keyinga gap qopdi desa, xabar shibi jumla bo'lib, mubtadaning oldida gap qolsa, negir bo'lsa-mu bo'laveradi. Ulbatun negir bo'lsa, mubtada bo'laveradi. Maza fil ulba ya Hasan? Hasan. Korobkadagi nima? Fiha tabashir. Korobkada boru bor. Ana o'shada maza fil ulbadagi maza mubtada. Fil ulba nima? Xabar. Fiha tabashirdi-chu? Fiha xabar, tabashir mubtada. Ajab mubtada nekir gap qopdi-ku desa, xabar shibi jumla bo'lib oldida kelsa, mubtada nima kelsa bo'ladi, nekir kelsa bo'laveradi. Yadkhulu muraqib va ma'ahu talibun jadid va yusalliman. Nazoratchi kirdi, onun bilan yangi bir o'quvchi bor, u ishga salom beradi. O'shada ma'ahu talibun jadidda talibun jadid mubtada, ma'ahu nima? Xabar. Sabab bayatni biz degandek. Ahlan va sahlan, kayfa haluk? Xo'sh kelibsiz. Ahvolingiz qanday? Bixayr, alhamdulillah. Yaxshi, Allohga shukr. Ana bu bixayr deganning grammatikadagi o'rni nima? Xabar. Mubtadasi qani? Tashlandi. Qanday vaqtda mubtada tashlansa bo'ladi? Jumladan qanday qilinsa, tushunilsa, ahvolingiz qanday degandan keyin yaxshi desa, bo'ladi. Men yaxshi demisa, shundami? Jumladan tushunilgachga ana bixayr degan ana tushib ketdi. Masmuk. Ismingiz nima? Munir. İsmi Munir. Aslida ismi boshidami? Mubtada tushib ketdi, xabar ham qolib qoldi. Almaniyun anta? Siz germaniyalikmi? La. Britaniyun xabar peşine tushib ketdi, ana tushib ketdi. Men angliyalik degandagi ana tushib ketdi. Ayna darasul lug'atlar arabiyya ya Munir? Munir, arab tilini degan gapingiz. Darastuha fi madrasatin islamiyya. Bir islomiy maktabda o'rgangandim. Afi Britaniya madrasa islamiyya. Britaniyadami, Angliyadami islomiy maktablar bormi? Mediki madaris islamiyya mubtada, fi Britaniya nima? Xabar. Nekir o'qib qopdi-ku desa, bayatın deganimizdek mubtada xabar nima bo'lsa, shibi jumla bo'lsa, va nima bo'lsa, mubtadaning oldida kelsa, mubtada nekir bo'lsa, bo'laveradi shundaqmi? Naam. Kam madrasatan hunak? U yerda qancha maktab bor? Bu hozir jumlaning grammatikalik o'rni nima? Kam mubtada madrasadan onun tamyizi hunak nimasi xabari. La adri bidabt. Aniq bilmayman. Al-madarisi kasira. Maktablar intayin ko'p. Al-madaris mubtada, kathira xabar. Endi ikkisi qanday maslashdi? Madaris ko'plik, birlik desa, jonsiz, aqlsiz narsalarning ko'pligi ayollik birlik shaklida muomala qildi shundami? Bumi buning mas kelgani hisoblanadi. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.